Salom do'stlar, sizlar bilan bugun Source kanali. Bugungi videomizda biza Surreal uchun easy video quramiz. Qani bo'lmasa bu video full tezlashtirilgan bo'lib, bunda biza sohilda easy uy quramiz. Ham suvda, ham sohilda bo'lib turadi. Suvga kirmaslik uchun, uyga kirmaslik uchun oynalarni tuzib qo'yamiz. Uyni qurib bo'lgandan keyin ko'rasizlar. Endi videoga qaytib kuchaytirsak, mana ko'mir topdik, ozgina kuchayib, keyin uyni qurishga boshlaymiz. Bugun videoning asosiy maqsadi bitta easy uy qurish, sizlarga o'sha uyni ko'rsatib berish. Sizlar shuncha qilgan harakatim uchun albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Kechagi videolarni ko'rgan bo'lsangizlar albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'rmagan bo'lsangizlar kanalga o'tib ko'rib olinglar. Kechagi videolar qishloq qurish 2-epizod va lemon videolari ko'rmagan bo'lsangiz kanalga o'tib ko'ringlar. Agar ko'rgan bo'lsangiz like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki bizlar tezroq 145 ta bo'lishimiz kerak. 145 ta bo'lganimizdan keyin esa qishloq qurish videosining 3-epizodi va jangildagi surreal chiqadi. Sizlar shunaqa kontentni yaxshilayversangizlar, men har xil videolar chiqaraman. Misol uchun mana shunaqa easy uylar qurish videosi. Sizlar kontentni yaxshilasangizlar, mana shunaqa easy uylarni ko'p balasini qurib, sizlarga video olib YouTube'ga chiqarishga va'da beraman. Sizlar bu uchun albatta like bosib obuna bo'lib qo'yishlaringiz kerak. 140 desam, yana bitta easy uy quraman-da, sizlarga videosini YouTube'ga qo'yaman. Sizlar bu uchun albatta like bosib obuna bo'lib qo'yishlaringiz kerak. Ana endi videoga qaytib uyni davom ettirsak. Bu video 5x tezlashtirilgan. Shuncha qilayotgan harakatim uchun albatta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Agar birsiz bilsam, bunaqa videolardan 3 tasini chiqaraman. Misol uchun jungli daraxtda easy uy qurish. Yana misol uchun qo'ziqorinda easy uy qurish va uyni ichini bezatish. Dahshatli sizlar videolarini chiqaraman. Sizlar bu uchun albatta like bosib obuna bo'lib qo'yishlaringiz kerak. Men shunaqa videolarni chiqarishda davom ettiraman. Biz tezroq 300 ta bo'lsak, 300 ta emas, 200 ta bo'lsak, junglidagi surrealdan tashqari va yana qanaqadir bir g'ayrioddiy o'rmonga boraman-da, o'sha o'rmonga surreal qilaman. U o'rmonni hali bilmayman. U yangi versiyalarda qo'shilgan. Bilasiz, oq o'rmon bor-ku, yangi versiyalarda qo'shilgan. Qanaqadir maxluq orqamizdan quvalaydigan o'sha o'rmon. O'sha o'rmonda surreal qilaman. Sizlar bu uchun albatta like bosib obuna bo'lib qo'yishlaringiz kerak. Va jungldagi surreal 145 ta bo'lgandan keyin chiqadi. Ana endi videoga qaytsak, mana yaramas creeperlar yoqmaydi-da, shuncha qilgan harakatimni bir tiyin qilib tashlaydi. Ana endi yana daraxt chopib kelib shuncha joyni to'g'rilashim kerak. Mana yaramas skeletlar ham yoqmaydi. Yarimta jon bilan biz endi videoni davom ettiramiz. Agar videoning oxirigacha yarimta jon bilan yurib bilsam, sizlar o'sha joyda obuna bo'lib qo'yasizlar. Agar yarimta jon bilan yura olmasam, sizlar kommentda sarjinat tashlaysizlar. Kommentda Playmaster bot deb qoldirasizlar. Agar yarimta jon bilan yura olmasam. Yura olsam esa Playmaster eng zo'r deb qoldirasizlar. Mana uyni polni qurishga ham o'tdik. Hamma suv kirib ketib qoldi. Hozir to'g'rilaymiz bu yerlarni. Haligacha yarimta jon bilan yuribman. Manimcha videoning oxirigacha yarimta jon bilan yurib bilsam kerak. Mana uyni polni ham qurib bo'ldim. Ana endi tomiga navbatni beramiz. Bu yerga devorcha qo'yib qo'yamiz. O, yaxshi bo'ldi. Ana tomini ham qurib bo'lay deb qoldim. Yarmini qurib bo'ldim. Tezlashtirganim uchun juda tez qurmoqdaman. Video uyni ichini bezatib bo'lgandan keyin tugaydi.
Mana videonun 5-daqiqasiga yetmoqda. Mana bu yerda eshikni qo'yib o'zim uchun ochishim kerak. Mana yerdagi fichkalarni olib va vestalarni olib men uchun biza chiqishim kerak. Sal xunukroq turdi. Hozir to'g'rilab tashlaymiz buni ham. Mana eshikdan qo'yib oldim. Ana endi hozir to'g'rilaymiz. Bu yerlarni mana sandiq uchun taxta cho'pyapman. Mana uyga ham kelib oldik. Ana sandiqlarni yasaymiz. Ana sandiqlarni yasab bo'ldim. Video shu joyida o'zagini yetib bormoqda video. Ungacha o'zagini yetgancha xayrlashsak ham bo'ladi. Xayr do'stlar, sizlar bilan ko'rishganlar bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Men yarimta jon bilan turib bo'ldim. Xudoy eng zo'r yoz qoldiringlar. Xayr do'stlar.